Ko'rib turganingizdek ushbu oyoq kiyimimiz juda ham qulay hamda Kechirasiz singlim, shundoq qaravering. o'zi biz reklama olayotgandik. Keyin chaqirib qoldi, u meni prodaves deb o'yladi. Atrofga qarasam hech kim yo'q. Majbur bo'ldim qarashga. Men sizmasdan o'tirmayman-ku. Ha, albatta. Labay hurmatli mijoz, qanday yordam berishim mumkin? Mana bu shirshinoy bruk nimadan qilingan? Ana endi sizlar bilan birgalikda shers va bruk nimadan qilishini o'ylab ko'ramiz. To'g'ri topdingizlar. Shers va bruk shersdan qilinadi. Men bu shim yarashar ekan menga. Nima deb o'ylaysiz? Yo, undan ko'ra jinsi olganim yaxshi. Jinsini har kun kiyadigan bo'lsam, yo klassika baram to'ylarga kiysam zo'r bo'ladi. Yo, to'xtangchi. Undan ko'ra bitta mayka ola qolaman. Nima? Mayka? Men shuncha vaqtimni mayka uchun sarfladimmi? Men buni urab bering. Men bu ham sizga qaytimi kerak emas. O'zi bilgandim yaxshi odamligini. Ha, balki uyda hamma narsasi bordir. Shu uchun bitta mayka olgandir. Balki prodaves bo'lar mana. O'zi u pul meniki bo'lish kerak edi. U hattoki prodaves ham emas. Qanday qilib men u klientni ko'rmay qolishim mumkin? Shoshmay tursin, hozir menejerga aytaman.